tabibman deb o'ylayapsanmi? Qo'lingda hech qanday hujjating yo'q. Bilasanmi? Men eng yomon ko'radigan narsa bu senga o'xshagan firibgarlardir. Hech qanday ilmiy asosi yo'q, quruq safsata. Yana o'zingcha klinika ochib olib ish yurityapsanmi? O'z boshimcha firibgar. Bu yerni hoziroq yopasan. Xullas hukm o'qildi. Shuncha vaqt davomida sog'lomlashtirish shifoxonamning nomidan foydalanib, mo'maygina daromad qilding. Endi esa bu yo'q. Menga tegishli bo'ladi. Uning ichida shifo va najot yashagan. Nufuzli bir shaxs mendan najot kutyapti. Buni olmoqchi bo'lsangiz, avval undan so'rang. Qo'lingni tort. Agar sindirsang, to'lashga qurbing yetmaydi. Janoblining oldida boshqalar hech kim emas. Aytib qo'yay, janobli, bu sendanlik tabiblarning qirolidir. Agar uning jahlini chiqarsang, ertaga tongni ko'rmaysan. Do'koning bilan esa xayrlashaversang bo'ladi. Mayli, bilganingni qil. Qo'rqmaysan shekilli. Aqling bor ekan. Yetishimdan oldin ogohlantirib qo'yay. Agar aytganimni qilmasang, o'zingga yomon bo'ladi. Shunday ekan ushbu quti endi menga tegishli bo'ladi. Yaxshilikcha aytganlarimni bajar. Dada, men nihoyat afsonaviy arvoh tabibni topdim. Ammo kutilmaganda bir hodisa yuz berdi. Uni tiriklayin olib kelishning imkoni bo'lmaydiganga o'xshaydi. Xonim, u yerga odamlarni yubordik. Bu ziddiyat nima sababdan kelib chiqqanini bilishni xohlayman. Hoziroq barchasini aniqlashtiring. Lixaoni tutinglar. Agar shifoxonani Lixao boshqarayotgan bo'lsa, janob Yana qutisini shaxsan topib bersin. Otamni davolash kechiksa, barchangizni u bilan birga daf qilaman. Xo'p bo'ladi. Tezroq hayda. Yaxshi. Hashmat emasmi, go'zal qizlar-a? Direktorli, eshitaman. So'nggi paytlarda shifoxonamizning ko'rsatkichlari biroz tushib ketdi. Lekin sizga so'z beraman, tez orada ko'rsatkichlar yana joyiga qaytadi. Stablo studiyasida ovoz berildi. Shunday ekan ushbu quti endi meni bunaqangi arzimas ishlar bilan bezovta qilaverma. Eshitaman, kotiblik. Salom, menimcha juda ham o'zingizdan ketib qoldingiz. Odamingiz keraksiz joyga burnini suqayotgan ko'rinadi. Bu ketishda oramizdagi munosabatlarga putur yetishi ehtimoli juda ham katta. Nimalar qilib qo'yding, ahmoq? Bu sening eng katta xatoing bo'ladi. Men savodsiz odamman. O'qiy olmayman. Bu nima o'zi? Bu kasalxonaning oddiy qog'ozlari-ku. Faqat rozilik uchun imzo kerak.